Mana namoz o'qiyapsizlar, to'g'rimi? Birov kecha, birov o'tgan hafta, birov 1 oy, birov 2 oy, birov 3 oy, 3 yil boshladinglar. Xudoga shukr, Xudo hidoyat berdi. Bugun shu namozni avvalroq boshlamaganinglarga afsus bormi, yo'qmi? Bormi, yo'qmi? Bor. Bu shunaqa amal, birodarlar. Avvalroq boshlasam bo'lar ekan. Nega 5 yil oldin qayerda edim? 5 yil oldin nimalar qilib yurdim? 10 yil oldin nimalar qildim? Agar o'sha 10 yil oldin chiqqanimda hozir men ancha birodar, bu shunaqa amal bu. Shariat amalini qancha ko'p qilmang, qancha qilmang g'ayrat bilan bu ketidan afsusni olib kelaveradi. Avvalroq qilsam bo'lar ekan, ko'proq qilsam bo'lar ekan degan narsani olib kelaveradi. O'sha afsus